Assalomu alaykum. Sizlar bilan Xolitech. Bizda hammasi YouTube'dan daromad topish haqida bo'ladi. Bu videoda ham ajoyib bitta yo'nalishni to'liq noldan qanaqa qilinishi va barcha statistikalarni sizlar bilan birgalikda o'rtoqlashib o'taman. Foydali videolar uchun like bosib qo'yinglar, mana yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'ysanglar, sizlarga albatta YouTube'dan daromad topish foydali videolar bilan bo'lishib boramiz. Hozir biz ko'rib chiqadigan yo'nalish ASMR deb ataladi. Ya'ni ASMRda YouTube'da mana bunaqa har xil MMS yoki shikolat boshqalarni unboxing videolarini ko'rgan bo'lishingiz kerak va bular albatta viral bo'lib kelgan, sababi yosh bolalar bunaqa videolarni sevib ko'radi. Xo'p, bunaqa videolarni bo'yicha hozir menda analitika bor va men analitika bo'yicha sizga keltirib o'taman. Xo'p, umumiy hisobda 94 ta aktiv har doim yuritadigan kanalda bor ekan. Oxirgi yuklagan videolar 373 ta video yuklanibdi va bu yerda auditoriyaga keladigan bo'lsak 27 mingdan oshiq faol kuzatuvchisi bor ekan va kanallari 100 mingdan oshgan kanallar ham ko'p ekan. Xo'p, bu yerda analitika bo'limiga kiramiz va men har doim ko'rsatib o'tadigan joy mana teglar, ASMR, Candy, mana shunaqa teglarni yozadigan bo'lsanglar, sizlarda yaxshi bo'ladi. Va bu yerda eng ko'p o'sha prosmotr olayotgan kanallarning linklari mana bemalol ko'rsanglar bo'ladi va mana bu joyda Amerika Qo'shma Shtatlari 65% tashkil qiladi. Aynan mana shu videolarni prosmotri bo'yicha va boshqa davlatlar. Xullas, shu. Endi nimaga ko'proq Amerika ko'radi deydigan bo'lsanglar, mana bu MMS, mana bu MMDS narsalari ko'proq amerikaliklar uchun sevib ishlatiladi. Misol uchun siz hozir bu narsani do'kondan o'zingizdagi eng yaqin do'konga kirib mana bunaqa korobkalarni topa olmasligingiz mumkin. Sababi bizda bu narsalar qimmatligi uchun savdosi unaqa baland emas, lekin Amerikada bu oddiy hol. Ular farzandlariga mana shunaqa narsalar sotib olib beradi. Shunaqa shikolatlar. Mana bunaqa MMS nimalari bor, asosan mana bu korobkali variantlari, upakochniy variantlari kam. Xo'p, umuman olganda hozir gaplashamiz, qayerdan topamiz, nima qilamiz? Xo'p, bu yerda ishimiz bitdi, chiqdik. Hop, birinchi kanal ASMR Top 7. Ya'ni bu sovun yo'nalishi. Videoni kanalda ko'radigan bo'lsanglar, ASMR Top 7 916 ta video qo'ygan, 250 mingdan oshiq obunachi kelgan va bu yerda 2020-yildan buyon shu kanal faoliyat yuritib kelayotgan ekan. Faraz qilinglar, 916 ta video. Bu вообще nerealniy narsa. Videolarni ko'radigan bo'lsanglar, prosmotrlari 14 ming, 7 ming, 30 ming, 7 ming, xullas plus minus 10 ming deylik. 300 minglari ham bor ekan. Eng ko'p ko'rilgan videosi 11 million ko'rilgan ekan. Gap yo'q. Zo'r. Endi mana bunaqada hisoblaydigan bo'lsak, o'sha 9 ta videongiz bo'ladigan bo'lsa, har bitta videongiz 10 martadan ko'rilganda ham kuniga bemalol 9000 prosmotringiz bor, 48 soat 20 ming aktiv va bemalol $1000 pul topib yursangiz bo'ladi. Xo'p, endi kelinglar videolarni ko'ramiz. Bu yerda mana shu sovundan yasalgan har xil gullar yoki har xil boshqa o'sha narsalarni ASMR qilib maydalab shunaqa qilib videoga olib qo'yadi. Keyingi kanalimizda Miss Foxy 333 ta video bilan 240 ming ta obunachi va kanal ochilganiga 2025-yil ochilgan. Endi yaqinda 1 yil bo'lar ekan. Va bu degani har kun bitta video bor degan. Demak, har kuni bitta video qo'yayotgan ekan. Bu ham ASMR bu yerda sariyog'li, har xil o'sha o'yinchoqlar, har xil o'sha ko'proq bu yerda men misol uchun sariyog' ko'ryapman. O'sha sariyog' qutilarini maydalab keyin mana bunaqa bolalar uchun mana bunaqa narsalar bor. Ochib ko'rsataman. Mana bunaqa narsalarni hamma joydan topsa bo'ladi, unaqa qimmat emas. Bemalol topib ishlatsanglar bo'ladi. Keyingi yo'nalish Embro ASMR 388 ta video bilan 44 ming ta obunachi yig'ibdi va 2024-yildan buyon faoliyat olib borar ekan. Xo'p, eng ko'p ko'rilgan videosi 480 ming shunaqa atrofida ko'rilgan. Oxirgi videolar 3 ming, 5 ming, o'rtacha har bitta videosi 5 ming ko'rilayotgan ekan. Zo'r. Xo'p. Endi bu qanaqa qiladi? Bu mana shu qutining ichida MMS narsalar chiqadi, ovoz qilib, shaqqillatib, shuqillatib, xullas qo'yishadi. Keyingi kanal
Babu TV. Bu endi mashhur videosi 14 million marta ko'rilgan. 540 ta video, 47 mingta obunachi bo'lgan va kanal 2019-yildan buyon faoliyat yuritadi. Xo'p, videolarini prosmotrlari o'rtacha 20 ming, 30 ming atrofida. Va endi bu yerda asosiy qilinadigan ishi mana bunaqa har xil shirinliklarni mana narxlari bilan qo'ygan. Amerika bozorida narxlari bilan qo'yib, o'shalarni kelib uyda ochadi. Xullas, shirinlik ochish ASMR qiladi. Xo'p, undan keyingi yo'nalish Ultimate Candy Tingless yo'nalishda men bu ham xullas 2025-yil 24-sentyabrdan buyon ishlayotgan ekan. 236 ta video va 3 ming odam yig'ibdi. Har kun bitta video qo'yilayotgan ekan. Xo'p, oxirgi kunda 4 ta qo'yib yuboribdi. Mana gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, videoni ko'radigan bo'lsanglar, shu sneakers oddiy mana bunaqa pechoniyalar, boshqa narsalar bemalol ochib nima qilar ekan. Xo'p, mana bitta sanasiga e'tibor bersanglar, 2024-yil, demak bu eski videolar menimcha yoki mana bu so'roq o'tib qolgan narsa sotib olgan. Xullas, bitta so'rog'ida muammo bor ekan. Xullas, mana hozir ko'rib chiqdik hamma yo'nalishlarni. Xohlasanglar shikolatlarni ochib unboxing qilasiz, xohlasanglar boshqa shikolatlar, xohlasanglar MMSlar, xohlasanglar mana bunaqa bolalar o'yinchoqlari va xohlasanglar sovun, boshqa narsalarni qilib ASMR qilsanglar bo'ladi. Endi bu narsani qanaqa qilishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Kelinglar, birinchi navbatda men bir ikkita rasm ko'rsataman. Xo'p do'stlar, sizlarga o'sha jarayonni rasmini ko'rsatmoqchiman. Mana ikkita softbox turadi. Bu yerda o'zinglar o'tiraverasizlar. Bitta stol bo'lishi kerak va men kamerani mana bu kranshtaynga qotirib stolni olishi kerak. Ikkala tarafdan softbox bo'lsa, bu sizga kачественный video qilib beradi. Bu narsa ASMR videolarda kачество, ovoz juda ham muhim. Xo'p, endi hozir men yana bitta rasm ko'rsataman. Xuddi mana MMS narsalarni qo'yib, shunaqa ikkala tarafda softbox narsalarni qo'yib, mana bunaqa kranni qotirib qo'ysanglar, qimirlamasdan turadi. Endi bu yerda kачество juda ham muhim deyotganim, mana ASMR video kirsanglar, kачество juda ham tiniq turibdi, ko'ryapsizlarmi? Endi bular asosan kamerada syomka qiladi, lekin telefonda ham qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerga ko'rasiz, mana HD formatda turibdi. Mana bu ham mana HD formatda. Bu 4K ekan, mana 4K ko'rasizlar. Kamida HD bo'lishi kerak. Mana HD. Bu 2K degan. Mana bu 4K. Bu HD mana. Xullas, tiniq bo'lishi kerak, yorug'ligi ham zo'r bo'lishi kerak, auditoriyani ushlab turish uchun. Xo'p, men endi kerakli buyumlarni holatni ko'rsatib o'tdim. Qanaqa joylanishini. Mana shunaqa ikkita softboxni joylashtirasizlar, o'rtada o'shaqa qilasizlar. Endi xarajatlarni yozib chiqqanman, noldan o'qib beraman va nimaga kerakligini tushuntiraman. Birinchi, telefon ishlatilgan iPhone 12 Pro yoki Samsung S21 dan tepa bo'lishi kerak. Eng minimumi iPhone 12 Pro yoki Samsung S21. Bu HD formatda, kачествоda syomka qilish uchun. Bu yerda boshlanishiga siz kamera sotib olishingiz shart emas. Telefonning o'zidan ham foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, sizda iPhone 12 yoki Samsung S21 bo'lsa, eng minimum mana shunaqa bo'ladi. Agar sotib oladigan bo'lsanglar, bozorda 3,5 million so'mga shu plus minus sotib olsangiz bo'ladi. Mana shunaqa bitta telefon. Ovozda yo'q bo'lsa va qo'shimchasiga mikrofon. Boya M1. Bu eng minimumi. Bo'yalarni har xili bor. 100 ming, 150 mingligi bor. Bu yerda 300 minglik o'sha sifatli bo'ya. Sababi siz shaqillatgan paytda ovozi telefonning o'zining ovoziga emas, alohida yozilishi kerak u. O'shanda sifatliroq bo'ladi. Mikrofon bo'lishi kerak stolda. Va qo'shimchasiga softbox ikkita lampochkasi bilan ikkita softbox 1 million 100 ming yozganman. Bu yerda 550 mingdan arzonroq softboxdan unaqa professional softboxlar qimmati kerak emas. Qimmatlari 300-500 dollargacha ham ketaveradi. Arzonroqdan boshlayverasizlar. Va tripod, kamera, telefon, o'sha telefon ushlab turadigan mana kranshtayn 250 ming, 200 ming atrofida turadi. O'sha qimirlamasdan turishi kerak va telefon holder. Tripodga ulagich. Xo'p, ya'ni telefonni ushlab turadigan qurilmasi alohida bu 80 ming so'm bo'ladi. Qora qo'lqop. Endi sizlar qo'lqopsiz ham qilsanglar bo'ladi. U qo'lqop unaqa qimmat narsa emas.
va texnikalar jami 5.260.000 so'm xarajat bo'ladi sizlarda. Va endi mahsulotlar, ya'ni o'sha ochishda boshqa ishlatadigan mahsulotlar. Katta metal idish bittasi 120.000 so'm turadi. Ya'ni boyagi dumaloq emas, katta idishi 120 mingdan turadi. Abu Sahiyda ham bor, Toshkentda yoki o'sha joylarda ko'p. Va o'rta metal idish, endi o'shani kichirog'i bor, kattasidan kichirog'i bor. Bular 70 mingdan turadi. Misol uchun agar siz katta idishdan bir 6 ta 7 ta oladigan bo'lsangiz, yana qo'shimcha 1 million rasxod bo'ladi. O'rta idishlar faqat kichkinaroqda ishlataman desangiz 70 ming, 80 ming har xil turadi. Endi bu yerda o'zingizga keragini nima qilib olasiz. Keyin MMS paketlar 50 ming so'mdan plus-minus turadi. Kattarog'ini olish kerak. Va bu yerda o'rtacha 500 ming so'm xarajat qilasiz bitta videoga. Agar har safar videoni ochadigan bo'lsangiz, MMSlarni ochadigan bo'lsangiz, har safar o'sha 500 ming rasxod qilishingiz kerak. Yo'q, bitta ochib uni faqat shaqqallatib korobka qilaman desangiz, eng arzonda o'sha bir marta 500 ming so'm rasxod qilib qo'yasiz. O'shandan keyin bu narsa bo'laveradi. Kimda kim boshlanishga 500 dollar rasxod qilishga tayyor bo'lsa, ajoyib bo'lgan deyshi, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Agar sizlarda mana bu kamerada olingan. Agar sizda kamera bo'lsa yoki mana shunaqa rasxodni ko'proq qiladigan bo'lsanglar, albatta daromadinglar ham shunga yarasha bo'ladi. Boshlanishiga katta rasxod qilmanglar. O'sha 500 dollar minimum bilan boshlab, bemalol mana shunaqa yo'nalishda daromad qilsanglar bo'ladi. Shu nisha va shunga o'xshagan YouTube yo'nalishlar haqida o'rganmoqchi bo'lsanglar, qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa yoki shu nishalar bo'yicha daromad qilish, YouTubedan daromad qilish o'zi sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizda maxsus kurslar bor. Bu kurslar 150 ga yaqin YouTube videolardan iborat bo'lib va bu videolar orqali sizlar YouTubedan daromad topishni 0 ga 100 gacha o'rganishingiz mumkin va mana shunga o'xshagan 50 dan oshiq nishalarni o'zingiz qilib ko'rasiz. Mana bu Quality botga ro'yxatdan o'sha screenshot qilib yoki yozib Quality botga yozadigan bo'lsa, shaxsan o'zim javob beraman. Va bizning kurslarda hozir mana shu videodan ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, siz 100% lik to'lovni bor yo'q 40% ni boshlang'ich to'lovini amalga oshirasiz. To'liq kursni olasiz. Kurs oxirigacha natijaga chiqsangiz, qolganini to'lab berasiz. Chiqmasangiz hech qanaqa to'lov bo'lmaydi. Kurs shunchaki sizga 60% pulingizni ekonom qilgan bo'lasiz. Agar daromadga chiqsangiz, qolgan pulni to'lab berasiz. O'shanda siz ham rozi, biz ham rozi. Agar mana shu taklif sizga foydali bo'layotgan bo'lsa, bemalol YouTubedan daromad topishni professionallar bilan birga boshlang. Mana shu bot orqali murojaat qilsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat.